Assalamu alaykum. Uyg'uriston Cumhuriyeti, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'deki barliq partiya a'zolari, aziz vatandaşlarım, sabdaşlarım, jangovar qarindoshlarim, yaxshimisizlar? Men abay so'zlagan 20 minut 48 sekundlik so'zimda qo'limga telefonni eplam so'zlab ketganligim uchun intayin muhim bir nuqtani ta'kidlashni unutib qoldim. Shunga uni ketib qo'yay dedim. Qimmatli vaqtinglarni isrof qilgan bo'lsam, fikrni ayibga buyurmanglar. Aziz partiya a'zolari, vatandaşlarım. Uyghur xalqi meni intayin hayajonlantirgan bir mezgil Rabia Qadir Xonimning Amerikaning yordami bilan Xitoy turmasidan ozod qilinib, Amerikaga tunji qadam bosgan kunidan boshlab bo'ldi. Men shu chaqda garchi bu Rabia Qadir Xonimning tarixi, o'tmishi va bir qism mening o'zim shaxsiy his qilgan bir tuyg'ularimga qarshi, garchi bu xonimga nihoyat ig'ir bir gumonim bo'lsa-mu, lekin Xitoy nimani o'ylasin, men bu Rabia Qadir Xonimning bu butkul millat to'naydigan bu aloyidligidan foydalanib, Uyg'ur davosini taraqqiy qildirib olamiz deydigan bir umid bilan men bu orqasida turib, hatto turmadan chiqishdan ilgari tunji namoyishlarni ve qo'lga ilingan kuni butkul dunyoga Rabia Qadirning qo'lga ilinganligini tunji anglatgan shaxs ben. Amerika Tashqi ishlar ministri, Kongress, State Department ve Washington DC'da tunji qitim Rabia Qadirni qo'yib berish haqidagi cho'ng bir namoyishni uyushtirib ve to'xtamay Florida'ga qaytib berib, shu yerda o'zim yolg'iz namoyish qilib, Tibetlik ve Amerikalik dostlarımızdan yardım bilen nayet çoğun namayişlerini ipadık. Neticede Xitayning neçe milyar dolar heclep sağan, neçe ming mo yerdeki Splendid China, yani Nurluk Jonghua bağçısını bütünley takap, onu bir çöp, bir intayin bir görüstallıkka, insanın kokusu kegidek bir cangalga aylandırıp ettik. Demek, ben ve Amerikalık dostlarımız ve Tibetlik takdirdaşlarımızla birlikte biz toxtamay şu Florida'daki net 100 graduslik ısıqta çidap namayişini üzmey kılıvedik. Onun neticesinde biz Xitayning neçe milyar dolar sarf qilgan en çoğun bir bağçısını biz Florida'nın Kissimmee şehriga joylashgan, yani Amerika'nınki Ovatsiya, yani muşu raketa qo'yib berish Kennedy Center'ning yenidiki bu çoğun Xitaylarning ishbuyonlik uvusini butunlay pachoqlab tashladik. Hem tashladim. Shu jarayonda biz hech qachon Rabia Qadir Xonimni turmadan qo'yib o'tish haqidagi bu lozunglarimizni hech to'xtatmay elib chiqdik. Men buni tap-tani qilish uchun demayapman. Faqat mening Xitoy qaysi maqsadda bu xonimni yetaklab tarbiyalab chiqqan bo'lishidan qat'iy nazar, men uning popularity ve uning dangliqligidan foydalanib, Uyg'ur millatining davosini taraqqiy qildiramiz dedik. Meni eng xush qilgan bir narsa, shu chaqda tunji qitim Uyg'ur millati intayin yuksak bir hayajon bilan Rabia Qadir Xonimni millatning onasi, Uyg'ur davosining lideri qilib tiklab, butunlay cho'ng umid ve g'oya bilan uning keyniga ergashdi. Men buningdan so'yindim. Dedim ki, bizning millatningmi o'z ichidan chiqqan bir odamni bu darajada ko'taroladigan, demak millatimizda umid va Xitoy nima qilgan bo'lsa qilsin, u bizdan yengildi deb so'yingandim. Xalqimiz Rabia Qadir Xonimni onamiz deb beshiga ilib ko'tirib, uning atrofiga o'lishib, nayt bir cho'ng umidlar bilan safarga chiqdi. Neticede xulosada nima bo'ldi? En ahırda bular taraqqiy qilib, bizning zimin davarimiz ve mustaqillik davarimizni kişilik hukuk insan hakları davasıga. En ahırda bular taraqqiy qilib, millatning ishonchiga erishib olgandan keyin atrofidagi Ömer Qanat, Nuri Turkel, Olim Siytub deganga o'xshash bir qism odamlarni to'plab,
bütün vücudu bilen halkımın seni müstakil kılımen, azat kılımen, 5 yılın içinde sana müstakillik öpürmen diyen eni aşındak sepsette kuruk vədələrini to'lab qo'yib, ishki jihatda xalqimizni davlat qurish iqtidori yo'q. Ongsiz, qaloq, taraqqiy qilmagan, intayin ibtidoiy bir millat qilib ko'rsatib, uningga kecha-kunduz emgak qilib, xalqimizning qon tariga kelgan iqtisodlarini to'plab, millatimizni indigenous people kategoriyasiga kirgizib, bugungi kunlikda mana bu shunday qaloq ijtimoiy asosi yo'q, davlat qurish iqtidori yo'q, bir ibtidoiy millat, uni Xitoyga o'xshash bir taraqqiy qilgan davlatning mana bu shunday to'plab qirib, mingisini juyib, taraqqiy qildirib, o'qitib, tarbiyalab chiqsa bo'ladi deydigan mana bu shunday bir yo'lni va yeşil chiroqni yiqib berib, bugungi kunlikda 21-asrda xalqimizni mana bu shunday butkul dunyoning sadalaytlari, butkul dunyoning matbuotlari qarab turgan mushundaq bir kichiklab ketgan bir dunyoda hech deb tapmasdan millatimizni milyonlarcha oshkora va yo'shin orqada qirib keldi va bu qitim oshkora qirdi. U yetmedi, hatta lager ve bu concentration camplerini kurup dünyanın diqqatini qo'zg'ab qo'ydiganligidan qattiq ensirgan Xitoy darhol qolgan normal puhralarimizni, Uyg'ur qarindoshlarimizni o'zlarining uylariga solab, o'zlarining uylarida lager qilib, bir qo'shnisining uyida nima bo'lganligini bilmaydigan bir sharoit ostida o'ltirib, ularning o'laklarini ep chiqib, kasal bo'lganligi uchun o'ldi qilib ko'rsatib, xalqaroning orlishanmasligidek bir nayti hiligar bir qabiy suiqasdni o'ylab chiqdi. Millat shuncha ishini beshiga toji qilib qistagan bizning bu onamizning emgakining natijasi mana bu. Endi vatan millatning mustaqilligi uchun kurash qiladi degan bu onamiz o'ziga berilgan 10 yillik fursatdan to'g'ri foydalanmay, xalqni xato bir yo'lga yetaklab, hatto o'z vaqtida o'zi bilan birga emgak qilgan Ömer Qanat, Nuri Türkel, Alim Seytop, Dolqan Eysa, Ferhat Yuronqash va hokazo o'zi bilan o'z vaqtida birga ishlagan qahramon yigitlarim deb ular bilan birlashib menga zarba bergan bu onamiz birdilla vazifasidan ayrilib qolgandan keyin chiqib, o'zining atrofidagi shu qahramonlarni hech numus qilmay, hech taptatmay, hammasini Xitoyning ishpiyoni, xoinlari qilib baholadi. Unda o'z javob beringki, siz shu xoin ishpiyonlarning boshlig'imitingiz? Siz shu xoin ishpiyonlarningki yetakchisingiz-ku? Unda olsa siz tarbiyaladingizmi bu xoinlarni? Siz yetishtirdingizmi bu xoinlarni? Demakchi bo'lganim, bizning xalqimiz tunji qitim bir millat bo'lish bilan tashqi dunyoda bir xonimni o'zining onasi va da'voning yetakchisi lideri deb o'tirib ko'tarib chiqib, intayin kuchlik uyushib meni so'yindirgan edi. Ammo natijada xalqimizning bugünkidek bir millat sifatida qirilishiga eng cho'ng sababchi bo'lgan va Xitoy uchun yeşil chiroqni yiqib bergan naqmush onamizning o'zi bo'ldi. Bilib bilmay. Onun için biz bugünmüş bir neçə gün içinde mana şu vatan milletinin müstakilligini amalga oshiradigan onamiz degan bu onamizning bu vazifasidan ayrilgandan keyin g'oljirlashib, endi o'ziga berilgan 10 yil fursatda men ish qilolmadim, qiladiganlarga o'tkazib beray deyishga hech unamay, iqtisodiy jihatdan o'zini qamdash uchun bu davoni o'ziga qalqon qilgan bu onamiz o'zi bu iqtisodiy manfaat va yordamlardan ayrilib qolgandan keyin millatning dushmaniga aylandi. Kim o'tirga chiqib vatan millat uchun ish qiladi desa, uningga butun vujudini qarshi turadigan, kech-kunduz qo'ldan tilpin tushmay, uxlamay, har qanday bir yangi qurilgan tashkilot va partiya uning rahbarlarini to'xtamay haqoratlaydigan, bir zahar chachadigan yilonga aylanib, bizning millatimizning bir qadam oldiga besishini bu to'sib kelyapti. Bu nayt xatarlik vatandoshlarim. Biz bu anımızga bədik bu fürsətni. Bəmidik emas. 10 yıl bədik. Cevabı nima bo'ldi? Har qitim bir xatolaşgan chig'ida men inglizcha bilmayman, atrofimdagilarga ishinib ketdiman, ular meni ozdirib ketibdi. Men inglizcha bilmagachga o'qimay qo'l qo'yapman. Voy! Siz o'qimagan bo'lsangiz, o'qidigan bizdagilarga dang dedik-ku.
Rabia Kadir Hanım şu vazifeye çıkıp kişilik hukuk insan hakları davasını elip bağın günüdün tatıp men Allah güvaçım bulsun üyege berip ne çıkıttım hay Rabia'da hata kılıvatsız bu milletin davası kişilik hukuk insan hakları davası emez bu zemin davası hak talep davası dikkat kılın. Millet tuncu ketim bir adamni özüň beşiğip kötägen bu fürsette siz kimge wäde bergen bolsaňyz beriň ýeneň bu wädiňizden millet vatan üçün hizmet kılıçkı helimi keçikmeysiz dep yalırdım. Neticede muşundak bir yolluk fikrini koyup üyege çıkırgenligim için ben bunun en eşeddi düşmedik aylandım. Ve 20 yıl toxtamay beni sesitdi. Maksat nima? Xitayning birden bir maksidi ma'lum bir Uyg'urning mayli men bolay mayli kim bolsun. U kunlarning birida urra deb to'g'ri shuarlar o'tirib chiqsa Onunla hiç kim egeşmeydiğen koymiçi, aldamçı, arakkeş, paşivaz, kımavaz, şıkırıp dünyada bağ vazlarının hemmesini çıkıp onunla töhmet kıp çaplap, vaktanı vak gelgen çağda onunla hiç kim egeşmeydiğen kılıp etiş, bularının vazifesi oldu. Bu maslanın milletçiğinla, bu maslanın vatan suyarlığınla, bu maslanın halkınlarını söygününla, bu maslanın ki halkınlarına belge verdiğinla, bugün küllikte biz hökürep, jığlap halkımızı bir millet süpütü kırıvetti, öylürgü soluvetti, işiklerini peçetlivetti, su arkılıvetti deyip jığlavatımız. Bu fırsatını biz verdik. Muşu anımız verdi. Ve onun etrafındaki bir yürüyüş Xitayının pokunu yegen. Hainlerimizin kolu bilen bizden milletimizni ene Xitay'a okşaş bir küçlük millet. Oňşymyzy bombaydygan kalak, medeniyetsiz, dinni radikal kılıp körüstüp, onu bu Xitay milletinin kilip oňşaş hakkı vada kıp koygan, nak bizden bu davanın beşiği çıkıvagan ve halkımız xudi peygamberdek, çiltellerimdek işini beşiğe gül kılıp kıskan muşa anımız ve bir kısım aki inelerimizin küçü bu. Onun için emdi sizlerge halk 10 neçil fırsat verdi, kamlaştıramadınlar. Kamlaştıramadınlar emez. Milletini intayin çıkanmaydıgan bir patkak, intayin xatarlik bir kırgınçılık içine, bir davzakның içine taşıldınlar. Yeter emdi. Toxtаңlar hiç olmasa. Emdi çıkıp kılıdıganlarga yol veringlar sizler kılanmagandan keyin. Hem özаңlar fırsatını tutturup kınmay. Emdi kılanmaganlarını oňşaýmyz dep oturga çıkan meyli kim bolsun Uygur'nun her kandak bir ziyalisi, her kandak bir dindiri ve her kandak bir evladynyň oturga çıkıp bir ideýany oturga koyup meyli o partiya kursun, teşkilat kursun bu vatan milletinin menfaati üçün sizlerinin kılgan pokaňlaryny tazlap yeňiçi bir yol tutamaz. Düşmendin zimin hak talep davası kılıp vatanymyzyny qaytırıp alymyz diýdigan bundak şuwardaki ilgar pikirlik guruh, şahs ve teşkilatlar yol koyunlar, dem elinlar, milletin soti, türmüsü, hakimiyeti, koralı, onun bir sot sistemisi bulmaganlık için bu işler bozak kılamsızlar. Sizlerini tutup cezalaydıgan, cinayi cevapkarlıklarını sürüştürdügan bizden bir edliye sistemimizin bulmaganlık için bunda kılamsızlar. Yok. Haman aladı bu halk bu cevabını. Haman aladı halk bu cevabını. İşten çıkan köňülge taýyn. Kimning egi pok olsa, o aldı bilen özüninki şu eginin pokluğunu şu bilidi. Mani men bir Uygur'un oğlu, bir Uygur'un perzenti bulu süpütü bilen şunu deymen ki, mening egim pakiz. Men Amerika'ya tuncu ketim, Amerika dünyada Uygurlarının davasını tuncu ketim Amerika Kongresi'ne ve meclisine etkirgen 96. yılı 7. ayda Amerika'nın Kongresi katılış için gelgen birden bir şahsmen. Ve onundakin Amerika'da Uygurlarının azlığını bilip bütünley Amerika'ya Uygur köpetiş için hiç gündüz teşkilat kurup tırışçallık gösterip şu çağda teklemekan Uygur insan hakları cemiyetini kurup ve onun reisi bulup Sıdık Edemcikem rahmetlikler menin ve Amerikalık Bill Mikail diyen kişiler menin arkamda turup biz şu teşkilatının namı bilen netçi yüzlügen Uygurlarını Amerika'ya yütkep ekilip Amerika'daki Uygurlarının köpeyişine en çok sebepçi olan kişi ben. Bu bir hakikat, bu bir tarih. Hiç kim tenip alamaydı. Endi
mening Amerikaga kelgandan keyin iqtisodiy jihatdan men qonun maktabini bitirib chiqqandan keyin men bir advokatlar ish bajarish o'rnida turib, Uyg'urlarning vatan ichidan qochib chiqqan, bir amallarni qilib chiqqan yosh va qiyra er ve ayollarının qo'limdan kelishicha ularning siyosiy panohlik ishlari uchun yordam berdim. Albatta, ulardan haq olishimiz kerak. Az olsun ba'zilarini aldık, ba'zilarini almadık. Ben Uyg'ur bo'lganligim uchun, Uyg'urning keysini ishlab, ularga yordam berganligim uchun bekorga qilishga sharoitim yor bermay, men bir idoraga ishlaydiganligim uchun ulardan o'zimizning qonuniy shu ochgan advokatlar ish bajarish o'rnining haqqini olganligim uchun men qo'ymoqchi bo'ldimmi? Emgak qilganligim uchun. Demek bu yerda bular eng oxirida taraq qilib, bizning partiyamizni yiqitish uchun cho'qim oldi bilan uning beshidagi kishilarni sesitish uchun ilgari sesitib dunyoga 20 yil sesitib yetmagan bu davomini endi davomlashtiryapti. Lekin men yuqorida o'tirib qo'yganimizdek, biz qavgan hamma ishlarga chamaytib o'tsasak, biz nishonimizga, g'oyamizga, manzilimizga kechikib qolamiz. Shuning uchun biz mana shunday ishimizdan chiqqan bir sinipi düşmanlarimizni, işçimizdeki bu düşmanlarimizningki bizga oshkor va yo'chirin qilgan hujumlarga mana hozirgidek partiya a'zolari birlikda o'rtaq qarshi turib, darhol yana o'zimizning eng chong vazifasi, eng chong burchimiz bo'lgan vatan xalqining hurligi, ozodligi va zaminimizning mustaqilligi uchun qo'limizdan kelish tirishganligimizni anglatmoqchiman. Ama söyledim. Partiya a'zolarining o'zining bu partiya Uyg'uriston Jumhuriyatchilar partiyasidan iborat bu cho'ng oilasini ne kadar sharaf bilan qo'g'daganligini, o'zining sharafi va nomusini qo'g'daganligidan so'yindim. Ammo yeta. Biz yana buni ko'p ezberlamaymiz. Men bu partiyaning bir rahbari bo'lish sifatim bilan men o'zimni qo'g'dashni va o'zimga qarshi qilingan zarbalarga javob berishni bilaman. Shundoq bir va'da bermanki, partiya a'zolarimiz men Amerikaga chiqib 27 yildan vatan millatning davosini qilaman deb hech kim va hech kimdan Alloh guvohim bo'lsin, bir tiyin haq yig'madim, ham yig'mayman. Hozirgacha yenimdan chiqarib, bütün iqtisodiy jihatdagi barliq chiqimlarni men yenimdan chiqarib qilib keldim. Buningdan keyin texmi shunday qilish uchun men partiyani qurgandan keyin o'zimning oila iqtisodimni kuchaytirmasam, partiya a'zolari va xalqimning oldida xuddi men jambaqanmaydigan bir odam bu dava orqali pul topmoqchi o'xshaydi deydigan ilgirki dava qilib xalqimizni qo'rqitib o'tgan bu odamlarning bu kasobatning dardini tatmaslik uchun men darhol nervamni yig'ib yaqinda o'zimning iqtidoriga ko'ra bir nayt cho'ng bir kir yuvish korxonalarini ochdik va mashin sotadigan cho'ng bir dilerlarni ichib onunla partiya a'zolarini ishga elib, hozir bizning partiya rahbarligimizdagi barliq vatandoshlarimiz birlarimiz farmlarni ichib, birlarimiz tijoratlarni ichib, birlarimiz ilgirki tijoratlarimizni taraqqiy qildirib, biz partiyamizning bundan keyingi taraqqiyoti uchun iqtisodiy jihatdan yordam berish uchun partiya rahbarlik markazidagi barliq rahbarlar bütün vücudumuzdan iqtisod to'plashga hujum qildik. Ve neticesini ko'rib, bu topgan iqtisodlarimiz bilan partiya bedel pullarımızga hiç çıkılmasın. Biz advokatlarının hakkını verip ve ularınki günlük iş hakkını төлep, biz halkımızga hiç ve hiç eğrimizni sanmay, vatanimizning besiylangan zemin işgalligidan ibaret bundak bir hakikatini xalqaro adalet sotuga yo'llash uchun 8 ay bo'ldi. Biz bütün haqqni partiya rahbarlik markazidan o'zimiz yanchig'imizdan chiqarib, biz bu davoni qildik. Yaqinda biz butkul bu davolarimizni bitkizib xalqaro adalet sotuga yollaymiz ve bu hoş xabarni sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Aziz vatandoshlarım, mening yana bu hech kimning ismini atab gap qiladigan odatim yo'qdi. Lekin bizning bu millatimizning ahvolini bugunga keltirib qo'ygan, bu da'voning beshiga chiqib olgan, bu yolg'on vatanparvarlarning bizga keltirgan bu ziynini anglitishning vaqti kelganligini bildim. Onun için ben tunji qitim partiya qurilgandan keyin bir odamning ismini atab tunji qitim so'zlashim, balkim bu ikkinchi qitim so'zlashim. Chunki ular bizning partiyamizga dastlab sal qaradi. Ko'rmasga saldi. Ilgari men degandek, dushman o'zi qo'rqadigan narsani hech degan unmaydi. Onun için bular bizning partiyamizni xuddi mavjud emasdek,
hech kar olmagandek, hech qandaq nazariga olmagandek bir holat kirib olgandi. Lekin her qaysingizlarning o'rtaq tirishchilik ko'rsatishi va bir ideologiya qasam berib, sizlarning mustahkam turishinglar va kundan kunga ko'payib, Turkiyadami biz partiyamiz nomidan korxonalarni ochdik. Endi O'rta Osiyodami ochmoqchi bo'lyapmiz. Bu narsalar va bizning Oral setib olib askar qurishdan iborat bu cho'ng g'oyamiz eng oxirida dushmanni qat'iy amalsiz holda o'zi chiqmay, o'zining quyruqchilarini chiqarib bizga oshkor va yo'chirim qilishga hujumga o'tdi. Bu normal. İlgirimi deb o'tib ketdim, bu bir normal. Bizdek 1 milyard 300 milyon aholisi olgan, intayin kuchlik bir düşman olgan millatning tashqi dunyodagi da'volarining bunchalik to'sqinliklarga uchrashi tabiiy. Shunga biz darhol bizga berilgan bu behuda to'kmatlarga nəhayət yaxshi javob berdik meningcha. Biz endi yana qaytib kelib o'zimizning partiyamizni taraqqiy qildirish uchun yana birlikda darhol harakatga o'tmagingizlarni, bu jidal majra, bu uşaq sözlerden derhal çekilip, özümüzden en çok ilgar gayesi ve şereflik vazifesi için tirişçallık gösterişinizlerine çakırım. Şu münasebetle yanı bakıttım Allah hemmenizlerine Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bundan işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet.